molimizga hozir birinchi yordam ko'rsatamiz. Xo'p, albatta bu hazil. Mollaringiz kasallikdan endi tuzaldim deganda, tuyoqlarida muammo chiqyaptimi? Buni asosiy sababi o'sha siz bilgan kasallikni asoratlari tuyoqqa bergani hisoblanadi. Tuyoq chirishini oldini olish uchun mollarimiz kasallik paytida tuyoqqa qancha obработка qilsa ham, margansovka, medniy kupuralar bilan tuyoqlarni yuvib tursa ham, kasallik tugagandan keyin 1 oy o'tib yoki 15 kun o'tib, baribir tuyoqda muammolar boshlanib qolyapti. Buni davolashda esa mollarimizni tuyoqlari chirigan joylari olib tashaladi. Tuyoqdagi jarohatga Max Spray spreylarni sepsa, bu yerga tushgan har xil bakteriya, mikroblarni, infeksiyalarni o'ldiraveradi. Tuyoqdagi jarohatga esa maxsus mazimizni qo'yib bog'lab qo'yiladi.